Assalomu alaykum akalar, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Kecha quyilgan gazobullarimiz xudo xolasa poddomlarga taxlash jarayonlari boshlandi ertamandan inshaalloh. 20 ta qolipga kecha abitgacha quyilgan. Abitdan so'ng avtoreska yordamida kesilgan, oxirgisi avtoreskada qolgan. Inshaalloh taxlanyapti. Yana bugun abitgacha xudo xolasa ikkita ishchi 20 ta qolipga chiroyli qilib quyib berishadi. Zakazlarimiz ko'p. Ishi sifatini yaxshilash uchun, yengillatish uchun avtoreska qo'yganmiz. Bir kishi ham kesaveradi. Ikki kishi quyapti hozir. Bitta sheriklar kelmagan kunlari ham bir kishining o'zi 15 tagacha qolipni bemalol quyib ketishyapti. Lina qilib qo'yganmiz. Qoliplarimiz shu liniyada aylanadi. Bu yerda avtoreskamiz kesadi. Bu yerda shushulka qilib qo'yganmiz. O'zidan chiqqan g'ishlardan ustlarini yopib, tagiga katyol turbasini aylantirib qo'yganmiz isitib berish uchun. Qo'g'ay Texno. Bu yerda ko'pchilik yaxshi biladi. Ko'p yildan beri gazoblok, penablok va boshqa uskunalarni tayyorlab, o'z egalariga yetkazib bermoqdamiz. Bu yoqdagi svarchilar hali kelmadi. Soat 8 dan kelishadi. Inshaalloh sizlarga ham qanaqa gazoblok, linami, kichkinasini $1200 $25000 gazoblok linalarini yo'lga qo'yib beramiz. Bemalol bizlarga zakaz qilishinglar mumkin. Bizlardan uskuna oladigan bo'lsanglar, xudo xolasa mana shuna qilib chiroyli qilib ishlab chiqarishni ham o'rgatib yo'lga qo'yib beramiz. Ustunovkalari bor O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa mana shu telefon nomerlariga telefon qilsanglar, chiroyli qilib kelishtirib, narx-navolarini ham, sifatini ham zo'r qilib beramiz inshaalloh.